Maktablarga xorijlik o'qituvchilarni jalb etish xalqaro ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish orqali pedagoglar salohiyatini oshirishga erishilmoqda. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva ayni paytda Surxondaryodagi maktablardan birida faoliyat yuritayotgan hindistonlik ingliz tili fani o'qituvchisining ish faoliyati bilan yaqindan tanishdi. 22 yildan buyon ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan doktor Santosh Kumari O'zbekistonga kelganiga 2 yil bo'ldi. U yurtimizda o'z faoliyatini Termiz shahridagi 26-umumiy o'rta ta'lim maktabidan boshlab, bugunda o'quvchilarga ingliz tili fanidan dars berib kelmoqda. 22 yildan buyon ingliz tili ikkinchi til sifatida o'qitish bilan shug'ullanaman. 2-3 ta katta kitob yozganman shu sohada. O'zbekistonga kelganimga 2 yil bo'ldi. Boshida xavotir olgandim, lekin bu yerda jamoaning qo'llab-quvvatlari yordamida o'zimni bemalol his qildim. Charos Mamayusupova ham ana shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelayotgan yoshlardan. U doktor Santosh Kumari bilan birgalikda Germaniyadagi jurnal va konferensiyalarda qator maqolalarni chop etish bilan birgalikda sertifikatlarga ham egalik qilmoqda. Ingliz tilini o'rganishligim davomida maktabimizdagi tajribali o'qituvchilar va maktabimizga xorijdan kelgan doktor Santosh Kumari o'qituvchilarimiz yordam berib kelmoqda. Va ularning yordamida men milliy sefr imtihonidan metsu darajani qo'lga kiritdim va Amerika Qo'shma Shtatlarida bir o'quv yilida borib yashab, o'qib kelish imkonini beruvchi Flex dasturida yarim finalchi bo'ldim va hozirda final javoblarini kutmoqdaman. Joriy yilda respublika bo'yicha umumta'lim maktablariga 2000 nafarga yaqin xorijlik mutaxassislarni jalb etish rejalashtirilgan. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Surxondaryodan.